Shu nafas tizimi kasalliklarini yoritib boryapmiz. Juda ko'pchilik mutaxassislar aytmaydigan muhim ma'lumotlarni men yetkazmoqchiman. Demak, biz kasallikni davolay olmayapmizmi mutaxassislar yoki bo'lmasa boshqa sabablari bormi degan bir muhim savolni o'zimizga berishimiz kerak bo'ladi. Qancha davo choralarini olib bormaylik, qancha bir lechenlarni olmaylik, bir toza havoga chiqmaylik, sanatoriya almashtirmaylik misol uchun lekin natija siz bilan bizni qoniqtirgan. Sizlarga eng kerakli, foydali ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz bugungi dasturimizda ham xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan aynan shu nafas tizimi kasalliklarini yoritib boryapmiz. Sizlarga eng kerakli, foydali ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz bugungi dasturimizda ham xudo xolasa. Albatta manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, kasalliklarimiz aynan nafas tizimi kasalliklarida mana shu astma, bronxial astma kasalligi yoki allergik bronxit kasalligi qancha davo choralarini olib bormaylik, qancha bir lechenlarni olmaylik, bir toza havoga chiqmaylik, sanatoriya almashtirmaylik misol uchun lekin natija siz bilan bizni qoniqtirgani yo'q. Demak, savol tug'iladi. Demak, biz kasallikni davolay olmayapmizmi mutaxassislar yoki bo'lmasa boshqa sabablari bormi degan bir muhim savolni o'zimizga berishimiz kerak bo'ladi. Keling, aynan mana shu narsaga bugun to'xtalamiz. Juda ko'p suhbatlarimda, ma'ruzalarimda gapirganman. Kasallikni sababi aynan birinchi navbatda insonning ongida bo'ladi. Xo'p, kasallik tanada bo'lishi yoki boshqa qismlarda bo'lishi haqida juda ko'p ma'lumotlarga egasiz kerak bo'lsa, lekin siz men bilmagan, sizga juda ko'pchilik mutaxassislar aytmaydigan muhim ma'lumotlarni men yetkazmoqchiman. Birinchi sababi ong ostida bo'lishi. Xo'p, ong ostida bu nima degan o'zi ong? Bizning miyamizmi bu? Yoki bir qanaqadir bir narsa bormi degan bir o'y hol keladi-da. Kasallik shunday ildiz otadiki, mana shu bizning miya qismimizda, nafas markazimizda, po'stloq osti markazida refleks hosil bo'ladi. Nima uchun? Qanday refleks hosil bo'ladi? Misol uchun aytaylik, mana yosh bola yurishni bilmaydi misol uchun. Chunki unda hali yurish refleksi yo'q. U gapirishni bilmaydi. Chunki unda hali gapirish refleksi yo'q. Yoki bo'lmasa yozishni bilmaydi misol uchun o'quvchi bolalar. Nima uchun? Chunki unda hali yozish refleksi paydo bo'lmagan. Xo'p, aynan sizda ham oldin bu refleks bo'lmagan. Nafas qisish ham bu bitta refleks bu. Yo'tal refleks misol uchun sizda bu narsalar bo'lmagan, lekin bu narsa keyinchalik hayot davomida paydo bo'lgan, shakllangan. Keling, aynan nima uchun bu narsa paydo bo'lgan? Ong ostida. Buni qanday qilib yo'qotish imkoniyatlari bor? Aynan ong ostida deganimiz sababi bizni nafas qisish markazimiz ham shu joyda katta bir xotira, iz, refleks qoldirgan. Xo'p. Buni klinik belgisi qanaqa bo'ladi? Agar haqiqatda ildiz ong ostiga o'tgan bo'lsa, ya'ni kasallikning sababi ong ostiga o'tgan bo'lsa, qanaqa belgi paydo bo'ladi? Birinchi navbatda bemorda davolanishga, tuzalishga ishonchli yo'qligi. Ya'ni nima deydi? Ming lecheniya olsin, ming borib davolanib ko'rsin, harakat qilsin, biroz yaxshi bo'ladi-da, lekin bemorning ichida bitta narsa turadi, baribir yaxshi bo'lmayman-ku degan o'y, fikr muntazam o'rnashib olgan bo'ladi. Doktor kuzatuvga, nazoratga kirganda yoki doktor hol-ahvol so'raganda doktor yaxshiman deydi. Zo'r o'zgarishlar bo'lyapti deydi. Lekin aslida-chi natijani bo'lmayotganligini o'zi ham sezib turadi. Ishonchsizlik bilan kirishi bu kasallikni ong ostida joylashganligini dastlabki belgilaridan hisoblanadi. Bu bemorlarimiz nima uchun to'liq tuzalib ketmaydi? Nima uchun to'liq tuzalib ketmaydi? Yana bitta narsa, davolanishni oxirigacha olib bormaydi bu bemorlar. Mana kasallik ong ostida joylashgan bo'lsa, davolanishni oxirigacha yetkazmaydi bu bemorlarimiz. Chala qilib qo'yishadi. Shu 7 kun, 10 kun lecheniya olgandan keyin biroz holatida o'zgarishlar bo'ladi-ku bemorda. Yaxshilanadi-ku. Shundan keyin bo'ldi, men yaxshilandim. Menda nafasim qismay qoldi. Demak, men endi ketsam bo'laveradi. Endi men tuzaldim. Endi men qanchadir muddat, aytaylik 6 oy, 1 yilgacha men yaxshi yuraman degan bemorda fikr paydo bo'ladi. Shu sababdan lecheniyani to'xtatib qo'yadi. Mana bu belgisi hisoblanadi.
Xo'p. Endi nima uchun davolanish oxirigacha bormaydi? Chunki haligi birinchi sabab. Birinchi belgi ishonchni yo'qligi. Baribir tuzalmayman-ku. Nima qilaman men buni doim qilib, misol uchun yoki bu narsa doim bajarib yoki bu dorilarni men doimiy ichib nima qilaman degan bemorda haligi fikrni mahkam o'rnashib olganligi bo'ladi. Xo'p. Bemorlar o'ziga cheklov qo'yadi. Misol uchun keyingi belgisi o'ziga cheklov qo'yadi. Nimadan cheklov qo'yadi? Misol uchun menga sovuq havo mumkin emas, misol uchun yoki menga aytaylik misol uchun mana bu narsani qilish mumkin emas. Menga ko'p xursand bo'lish mumkin emas, xafa bo'lish mumkin emas menga qizil narsa mumkin emas, menga yelli narsa mumkin emas, menga sitrus mevalar mumkin emas, menga sovuq havo, sovuq suv mumkin emas, menga asabiylashish mumkin emasmi? O'ziga juda ham ko'p cheklovlarni yuklashib oladi bu bemorlar ong ostida. Kasallik ong ostida yana ham kuchli ildiz otib boraveradi. Mana shu o'y fikrlar qayta takrorlanishning oqibatida. To'g'ri, siz aytasiz, doktor, biz bu cheklovlarni o'zimizga o'zimiz qo'yib olmaganmiz. Sizga o'xshagan bitta mutaxassis vrachga borganimizda u tekshirib ko'rib turib, qizil narsa mumkin emas, yelli narsa mumkin emas, u narsa mumkin emas, bu narsa mumkin emas deb turib, bizga aytganda, mana shuning uchun biz o'zimiz cheklov qo'yamiz degan sabab keltirasiz hozir. Men bunga e'tirozim yo'q. Bu to'g'ri sabab bu. Haqiqatda qilmadimi? Qilmaslik kerak. Lekin men eshitib turadigan bo'lsangiz, albatta videoning oxirida mana shu savolga men batafsil javob berib ketaman. Keyingi kasallikni yana qaytalanib qolishiga yoki tuzalmasligiga sabablardan yana bittasi bemordagi ana shu muhitni salbiyligida. Ya'ni yashab turgan muhitini salbiyligida. Ko'p stressda bo'ladi, misol uchun turmush o'rtog'i bilan kelishmovchilik bor, ota-onasi bilan, qayna-qaynotasi bilan kelishmovchilik bor, farzandlar bilan kelishmovchiliklar bor yoki bo'lib o'tgan. Mana shu muhit sabab kasallik ong ostiga tushib qolgan. Ong ostida kuchli refleksni paydo qilgan. Endi xo'p doktor, biz tushundik. Yaxshi tushuntirdingiz. Ong ostiga o'rnashib qolar ekan kasallik. Mana shu narsalar tufayli. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak degan sizda savol bor. Bu savolning javobi umumiy tarzda berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda Alloh dardni berdimi, shifosini ham berishiga siz ishonishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, olimlar aytishi mumkin, bu kasallik davosi yo'q. Bu kasallikni davosi yo'q deyishi mumkin. Butun dunyo meditsinasi aytishi mumkin. Bu kasallikni davosi yo'q. Meni e'tirozim yo'q bu gapga. Lekin doktor Zakir Naikda bitta zo'r gapi bor. Butun insoniyat ham adashishi mumkin degan joyi bor. Nimaga bunaqa deyapsiz doktor desiz, u quyidagi javobni bergan. Oldin degan butun insonlar yerni yassi deb o'ylashgan. Butun insoniyat ishongan bu gapga. Keyinchalik bu aniq bo'ldi-ku, yerni sharsimon shaklda ekanligi deyapti. Shuning uchun sizga aytaylik, kimdir tuzalmadi dedimi, demak siz bu fikrni mahkam ushlab olishingizdan biroz noo'rinroq demoqchiman. Ya'ni buni Alloh dardni berdi, uni ham shifosini beradi degan gaplar bejizga emas. Birinchi shunga ahamiyat berishingiz kerak va siz buni tushunganingizdan keyin sizda kuchli bir ishonch uyg'ongandek bo'ladi qalbingizda. Tuzalib ketamanmikin degan bir fikr uyg'onishni boshlaydi. Mana shu fikrni uyg'ota oldingizmi, demak siz bu xastalikni yengishga qaysidir ma'noda bir qadam qo'ydingiz oldinga. Keyingi navbatda haligi cheklov qo'yamiz dedik o'zimizga. Ya'ni qizil narsa, yelli narsa, sovuq havo, ko'p yurish, uqilish, bu qilish va hokazo asabiy. Xo'p, nima qilamiz biz? Asta sekin kirib boramiz. Ya'ni haligi refleksni o'chirishimiz kerak-ku. Uning uchun nima qilamiz? Misol uchun mana siz qizil narsani yesangiz, nafasingiz qisishi bu bor gap bu. Chunki miya refleks paydo qilib bo'lgan. Yoki yelli narsani yeyishingiz, u allergenni qo'zitadi, allergen kuchaytiradi va hokazo, bu yana ham kasallikni og'irlashtiradi. Lekin siz buni oz-ozdan iste'mol qilishingiz, asta sekinlik bilan kirib borishingiz miyada bu narsa xavfsiz ekan degan refleks uyg'otadi. Va siz aynan yelli narsa yeganingizda ham, qizil narsa yeganingizda ham, sovuq havoga chiqqaningizda ham yoki aytaylik sovuq suv ichganingizda ham yoki boshqa holatda ham endi bu refleks sizda o'sha so'ndi, kuchi pasaydi buni. Tushunyapsizmi? Endi buni boshqa refleks turiga biz almashtiryapmiz. Shuning uchun qilinadigan ish asta sekinlik bilan, qadamma qadam, oz-oz miqdordan
iste'mol qilishingiz kerak, mana shu narsaga kirib borishingiz kerak bo'ladi. Bitta bemorimiz aytayapti, doktor, men umuman suv icha olmayman. Lecheniyamda suv buyuramanda bemorlarga suv ichish kerak turib, doktor, men umuman suv icha olmayman. Bo'lib men mana bu qaynamagan suvni icha olmayman, sovuq suvni icha olmayman. Qaynatib turib ichsam bo'laveradi, e'tirozim yo'q. Lekin siz agar tirik suvni ichadigan bo'lsangiz, bu siz uchun samaraliroq bo'ladi. Ya'ni tana haroratda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun xona haroratda bo'ladigan bo'lsa, suvning miqdori bu ayni muddao bo'ladi siz uchun. Mana shu bemorimiz qisqasi dastlab 1-2 ho'plam ichdi, keyin yarim piyola ichdi, keyin sekin-sekin miqdorini ko'paytirib, mana hozir aytaylik 1-2 litr suv ichishgacha bemalol o'zini o'zi organizmni moslashtira oldi. Bunaqa misollar o'zida hayotingizda ham juda ko'p. Demak, ikkinchisi mana shu cheklovlarni asta-sekin buzishni boshlaymiz. Xo'p, keyingi holat muhitni to'g'rilashimiz ham muhim. Chunki siz kelinni ko'rsangiz asabiylashib diqqat olayotgan bo'lsangiz yoki bir boshqa holatni ko'rib turib diqqat bo'layotgan bo'lsangiz, biroz chalg'ishingiz kerak. Ya'ni chalg'ish uchun nima qilish kerak? Uydan chiqib ketish kerakmi yoki uydan chiqib ketish kerak emas? Xo'p, birinchi navbatda qanday tushuntirsam bo'lar ekan? Siz bu dard siz uchun unaqa og'ir emasligini tushunishingiz kerak. Nimaga? Tura olmaydigan bemorlar qancha? Yura olmaydigan bemorlar qancha misol uchun? To'g'ri aytyapmanmi? Aytaylik, o'zi mustaqil harakatlana olmaydigan bemorlar qancha? Lekin siz yurib, turib, hamma yoqda o'zingiz mustaqil qila olasiz-ku. Siz mana shu narsani tushunishingiz kerak-da. Birovga ayb tukilaverguncha, misol uchun oila a'zo, yaqinlar, boshqa va hokazo. Siz mana shuni tushunganingizdan keyin o'zingiz sal ushab qolasiz. Haligi narsa sizni asabingizni siz kutganchalik buzmay qo'yishni boshlaydi. Bu narsani yengish uchun Dardingni sev degan Nikolay Sinelnikovni juda ham bir mashhur kitobi bor. Mana shu Dardingni Sinelnikovni yozsangiz bo'ladi YouTube'ga. Sinelnikov Dardingni sev. Eshitishingizni men tavsiya beraman yoki o'qishingizni tavsiya beraman. Yoki ustoz Mirzakarim Norbekovni Tentakning tajribasi 1 degan kitobi bor. Mana shu birinchi kitobini men o'qishingizni maslahat beraman. Bu aynan ana shu stressni yengish va muhitni yaxshilashga bag'ishlanadi bu narsa. Siz mana shundan o'sha javobini topasiz, xudo xolasa. Xo'p. Endi siz mana shu men aytgan etaplarni qilganingizdan keyin siz tuzalishga ancha yurib qolasiz. Bir aytaylik 20-30% holatingiz yaxshilanganini sezganingizdan keyin dori va ukolsiz holatingiz yaxshilanganini sezganingizdan keyin siz davolanishni kuchli xohlab qolasiz. Va haligi chala davolanishlar misol uchun oxiriga olib bormasliklar endi sizda takrorlanmaydi. Va davolashimizda yana bitta narsaga chuqurroq ahamiyat berasiz. Aynan immunitetni ko'tarish, oshqozon-ichak tizimida faoliyatini yaxshilash. Bu ham agar mana shu narsani siz yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz misol uchun, ya'ni oshqozon-ichak tizimingizda muammo bo'lsa, marhamat boring doktorga, bir qator shu tizimni to'g'rilang. Qabziyat bo'ladigan bo'lsa, misol uchun surunkali ich qotishi, bu narsani hal qiling. Sizni nafas tizimingizda sezilarli o'zgarish bo'lgandan keyin o'zingiz ham his qilib qolasiz. Ha, demak kasalligimni faqat men nafasimga davolavermasdan boshqa tizimlarni ham ko'rishim kerak ekan degan sizda bir o'y, fikr muntazam shakllanishni boshlaydi. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, davolashimizda 4 ta asosga juda katta e'tibor beraman. Birinchisi bu ong osti, ikkinchisi bu ruhiyat, keyingisi bu qalb, keyingisi bu tana hisoblanadi. Aynan biz davolanishda ahamiyat beradigan jihati ong ostiga bugun chuqur urg'u berdik. Men o'ylaymanki, bu video sizlar uchun biroz bo'lsa-da bir manfaatli bo'ldi. Agar o'zingizda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa yoki mana shu o'zingizdagi xastalikka bir yechim topa olmayotgan bo'lsangiz, marhamat, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Albatta mutaxassislarimiz bog'lanishadi va kerakli javobni sizga berishadi. O'zingiz ehtiyot qiling.